Saudiya Arabistondan bizga ana shunday ko'plab sovg'alar kelgan. Bu sovg'alarni biz o'z obunachilarimizga tarqatishga qaror qildik. Bittasini ko'rsatib o'taman. Mana shu haqiqiy Madina joy namozi bo'ladi. Mashalloh. O'zim onajonimga mana shu xuddi shu joy namozdan sovg'a qilganmiz. Endi buni Xudo xolasa obunachilarimizga sovg'a qilishni ma'qul deb topdik. NBN jamoasi va Umra Centrum jamoasi bilan birgalikda o'z obunachilarimizga mana shunday Saudiya Arabistonidan kelgan qimmatbaho sovg'alarni tekinga ulashamiz. Inshaalloh buni shartlari juda ham oddiy. Kommentariyada 3 ta do'stingizni belgilab ketasiz va har shanba kuni Jonli efir orqali o'zimizning obunachilarimizga mana shu narsani g'olibni aniqlagan holatda hadya qilamiz. Bu sovg'alarimizni qanday ulashamiz? Har bitta obunachimizga Xudo xolasa bir emas, 2-3 talab sovg'alarni inshaalloh har shanba kuni Ramazon oyigacha davom etadi va Ramazon oyida Umra Centrum jamoasidan bitta Umra yo'llamasini tekinga hadya qilamiz. Buning uchun albatta Umra Centrum va NBN jamoasiga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin va like ni ham ayamaysiz degan umiddamiz.